Aristonni tozalashda yaxshi yomon tomonlarida endi. Birinchi o'rinda tozalayotganda hali ko'p yillar tozalanmagan bo'lsa, tenni nakib bosib qolib, uni chiqarib olish muammo bo'ladi. Ja qotib ketgan bo'lsa, uni keyin kesib sindirib bir narsa qilib dabdala qilib olinadi. Shuning uchun vaqtida tez tozalagan yaxshi. Xo'p, rasxod ko'p bo'ladi, elektr rasxodi. Qizish qiyin bo'ladi. Toza yaxshi ten bo'lsa, tez qizdirib beradi. Vaqtdan ham yutadi, kilovatdan ham yutadi. Undan keyin haligi loyiqalar yig'ilib qoladi-yu, loyiqani yig'gandan foyda yo'q-da, faqat zarar. O'zi bu Aristonni kitoblarda 15-18 yil oldin italyanskilarning kitoblari bo'lardi-da, haligi o'rdaklar rasmi chizilgan. O'sha kitoblarida men aniq o'qiganman-da, 6 oyda yuvish tavsiya qilgan. Rekomendatsiyada. 6 oyda endi bizani qora ko'z bilmadim. 6 yilda yuvib tursa ham rahmat deymiz. Ko'p vaqt nakibda turgandan keyin medniy bo'lsa, medniylar yemirilib, undan keyin tok uradigan bo'lib qolishi mumkin. Juda ham bu opasniy bo'ladi bu. U bir. Undan keyin hali daydi zaryadlar ko'p bo'lsa, anoda yemirilib tugagandan keyin hali o'zi 3 yil beradi-da, anodni har 3 yilda almashtirgin deydi. U agar yo'q bo'lsa, оборудованияni ham teshadi keyin daydi zaryadlar. Umri qisqaradi. Shuning uchun tez yuvib turgan baribir faqat foyda.